Alo, assalomu alaykum. Sunnat aka sizmisiz? Men Sog'omolmisiz? Kayfiyatlaringiz, ahvollaringiz yaxshimi? O'tayotgan kuningiz xayrli bo'lsin. Shukur. Rahmat. Avvalambor bugungi shodiyona kun tavallud ayyom muborak bo'lsin. Rahmat sizga katta rahmat. Ayni daqiqalarda Telegram ijtimoiy tarmoqlarida ochilgan kutilmagan qo'ng'iroq radio loyihasidan bezovta qilib turibman sizni. Ushbu loyiha boshlovchisi Kamina Lobarxon bilan g'oyibona suhbatda bo'lib turibsiz. Sunnat aka, bugun bizni dasturimizga sizni tabriklash uchun ajoyib tabrikatlar yetib kelgan. Endi sizga savol, tabriknoma egasi kim bo'lishi mumkin? Taxmin variant bormi? Taxmin variant. Yani esma kelmay turibdi. Keling, uzoqlashmaymiz. Oila a'zolaringizdan, yaqinlaringizdan kimlardan kutasiz? Ro'zbekmi? Kimingiz bo'ladi u kishi? Ha? Kimingiz bo'ladi? O'g'lim. Ha, demak farzandlaringizdan kutyapsiz. Mayli, bugun shodiyona kun, tavallud ayyom. Ushbu kunda ko'p vaqtingizni olmayman hamda sizni ko'p qiynamayman, o'zim yordamlashib yuboraman. Sunnat aka, tavallud ayyomingizni o'zingizdan-da ko'proq kutgan mehribon bir jigaringiz bor ekan. Ismlari Iroda opa ekanlar. Barcha yaqinlaringiz nomidan onajoningiz Bonotoy ona, opangiz Nasiba opa, singillaringiz Nigora, Nargiza hamda barcha yaqinlar nomidan shu Irodaxon singlingiz sizni alohida muborakbod etadi. Rahmat. O'zining ajoyib tabrik xatlarini bizning dasturimizga yo'llagan Lobarxon akajonimga dilizxorlarimni, tabriklarimni yetkazib qo'ying deya. Endi birozgina qimmatli vaqtingizni olaman-da, tabrik xatni o'qib eshitiraman, maylimi? Rahmat. Juda ham xursandmiz. Demak, ushbu tabrik xatlarida shunday yozilgan. Assalomu alaykum, men uchun qadri tog'lardan-da baland bo'lgan yonimdagi suyanchig'im, mehribon akajonim, ko'zlari, yuzlari mehrdan, samimiylikdan ufurib turgan qadrli, qadrdon akam. Sizni bugungi hayotingizdagi quvonchli kunlardan biri bo'lgan tavallud topgan kuningiz bilan chin qalbimdan barcha yaqinlarimiz nomidan samimiy tabriklayman. Sizga uzoq umr, baxt va saodat, ishlaringizga Allohdan rivoj so'rayman. Qayerda bo'lsangiz ham Alloh sizni o'z panohida asrab, har ishingizda qo'llab-quvvatlab yursin. Umringiz uzun, rizqingiz ulug', to'lingiz hamisha baland bo'lsin. Bu dunyoning barcha yaxshiliklari poyingizga payondoz bo'lsin. Akajonim, bugun qalbimdagi bor dilizxorlarimni siz uchun yo'llamoqdaman. Boringizga ming shukrlar bo'lsin. Hayotimizda borligingizga, bizlarga har bir ishimizda to'g'ri yo'l ko'rsatib turganingiz uchun, hech tugamaydigan qaynoq mehringiz uchun, bergan ibratli, barchaga o'rnak bo'la oladigan tarbiyangiz, yonimizda bo'lganingiz uchun, doim bizni qo'llab-quvvatlab yolg'iz qo'ymaganingiz va meni akam bo'lganingiz uchun sizga rahmat aytaman. Hayotda shunday insonlar bor ekan, juda ham yolg'iz. Men qanday baxtli singil ekanmanki, sizday mehribon, g'amxo'r akajonim bor. Baxtimizga hamisha sog' bo'ling. Men sizni juda qattiq yaxshi ko'raman deb mana shunday ajoyib tabrikatlarni Iroda opa siz uchun yo'llabdilar. Rahmat, katta rahmat. Minnatdormiz. Bu hali hammasi emas. Bugun singlingiz sizni xursand qilish uchun juda bir chiroyli tarzda tayyorgarlik ko'ribdilar va tanlab ajoyib bir she'r ham yo'llabdi. O'qib eshitirsam maylimi? Mayli. Aka, sochlaringiz oqardi erta. O'xshab ketayapsiz otamga biram. Yo'limga qaraysiz kunda ming marta, kechagina kelib ketgan bo'lsam ham. Mening ulg'ayganim ertakdek tushdek, hamon go'dak deysiz aka hoynahoy. Eng nafis, eng toza bildur idishdek, avaylab qo'yarga topolmaysiz joy. Bilaman bu yarim ko'nglimni olib, qilmoq bo'lasizda uni bus-butun. Meni o'ylab yashaysiz o'zingiz qolib, otamning o'rnini bildirmaslik uchun. Aka, panohimsiz tog'im suyangan, illo men dunyoda baxti chopgan qiz. O'zimni tanibman, bilmasam ekan, singlim o'ksimasin deb yashagansiz. O'stirdingiz otamning eng erkasini, ko'tarib ortmoqlab qachon qarasa. Endi zahmatlaringiz bir chekkasini, ko'tarishga noshud singlingiz yarasa deya mana shunaqa ajoyib she'rlar ham barcha sizga atalgan. Rahmat, katta rahmat, sog' bo'lsin. Ilohim aytganingiz kelsin. Ayni daqiqalarda hozir bizning suhbatimiz boshlanishi bilanoq audio orqali yozib olinmoqda. Bir necha soatlarda video lavhalar orqali mana shu singlingizga esdalik uchun taqdim etamiz. Shu fursatdan foydalanib, sizda ham chiroyli tilaklar bo'lsa yo'llab qo'ying, marhamat. E'tibor uchun katta rahmat, sog' bo'lsin, bolalarga boshqa yursin. Hamma shu oilasing baxtiga, hammamizning aka-ukalarning baxtiga sog'-omon bo'lsin. Qo'shqani bilan qo'sha qatsin.
rahmat katta. Ilohim, aytganingiz kelsin. Chiroyli tilaklar uchun sizga ham alohida tashakkur. Bugun shu tabriknomani yo'llar ekan, Lobarxon shu so'zlarimni alohida akamga yetkazing. Men mana shunday akam borligidan faxrlanaman. Doim yonimizda bo'lgan, otamizni yo'qligini bildirmagan shu mehribon akam bo'ladi. Ular judayam mehribon. Doim bizni yolg'izlatmagan, yaxshi yomon kunimizda yonimizda turib bera olgan mana shu mehribon insonimiz bo'ladi. Barchamizni baxtimizga sog' salomat bo'lib yursinlar deya alohida yozib qoldirgan ekanlar. Mana shunday barcha ezgu tilaklarga biz ham qo'shilib qolamiz. Bugungi shodiyona tavallud kunlarini yaxshi o'tkazib oling akajon. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat, sizlarga ham katta rahmat, sog' salomat.